Judayam ko'p savollarimiz polikistoz haqida bo'lgan. Polikistoz haqida inshaalloh bitta yaxshi post tayyorlaymiz. Hozir qisqacha aytib o'tmoqchi bo'lganim, polikistoz bu kompleks davo talab qiladigan, kompleks yondashiladigan muammo hisoblanadi. Sababi polikistoz sabab yuzaga kelgan besplodiyalarimiz judayam ko'p. Polikistozni davolash uchun birinchi o'rinda inson o'zini o'zi davolash kerak, o'zini tartibga solish kerak, uyqusini normallashtirish kerak. Sababi kechqurungi 22 dan tonggi 2 gacha bo'lgan oralig'ida biz gormonlarimiz ishlab chiqariladi. Xuddi shu davrda siz uyquda bo'lishingiz kerak. Ovqatlanish rejimiga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak. Fast foodlar, yarim tayyor mahsulotlar, energetik ichimliklarni to'liq cheklab chiqarishimiz kerak ratsionimizdan. Yana bir qiladigan ishimiz harakat. 10 ming, 20 ming qadam yurishimiz kerak. Agar hech bir dori darmon yoki vrach ko'ruvga imkoniyatingiz bo'lmasa, shu aytgan talablarimizni bajarsangiz ham siz normal homiladorlikka erishishingiz mumkin. Yagona shart bu davomlilik. Har bir narsani bir hafta bajarib keyin otib yuboradigan bo'lsak, unda natija ololmaymiz. Agar biz sizni polikistozingizga sabab bo'lgan muammoni qidirib, topib, tekshirib, sizga tashxis qo'ygandan keyin sizga kerakli davo muolajalarini yozib berganimiz bilan bilamiz, hamma narsa finansiy tarafga borib taqaladi. Tekshirish ham pul, olinadigan lecheniya ham pul. Siz agar ovqatlanish ratsioningizga e'tibor qilmasangiz, vitaminlarni vaqtida ichmasangiz, kerakli vitaminlarni o'zini sherigi bilan birgalikda ichmasangiz, vaqtida uxlamasangiz va to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilmasangiz, sizda polikistozdan qutulish bo'lmaydi, toki dori preparatlarini bilan ham. Qachonki yuqorida aytilgan talablarga amal qilasiz, siz inshaalloh polikistozni yengil yetib o'tasiz va tezroq homiladorlikka yetib borasiz.